Hurmatli kuzatuvchilar, assalomu alaykum. Mana hozirgi kunda vatanimizda tibbiy turizm rivojlanmoqda. Mana navbatdagi qo'shni Tojikiston Respublikasidan bizga murojaat qilgan bemorimiz og'ir turdagi tug'ma yurak nuqsoni va o'sha tug'ma yurak nuqsoni oqibatida 3 tabaqali klapanni og'ir darajadagi yetishmovchilik bilan bizga murojaat qildi. Hozir biz bemorimizga o'sha tug'ma yurak nuqsonini bartaraf etish operatsiyasini amalga oshirdik hamda orttirilgan 3 tabaqali klapanda yetishmovchiligini plastik operatsiyasini amalga oshirib o'zini klapanini saqlab qoldik. Operatsiyaning asosiy etapi tugadi. Bemorimizni yuragi ishlatib yuborildi. Mana endi reanimatsiyada bemorimizni uyg'onishini kutamiz. Hozirgi kunda bizga ko'plab bemorlar mana shu tibbiy turizm rivojlanishi natijasi bo'lsa kerak. Ko'plab bemorlar Tojikistondan, Qirg'izistondan va Qozog'istondan bemorlar mana shu yurak operatsiyalarini amalga oshirish uchun murojaat qilishmoqda. Men Tojikistondan yurak kasalligi tufayli ana shu DMED klinikasiga davolanishga keldim. Men 52 yil azob tortib, klinikasiga kelganimda yuragimni teshik dedi. Shu bilan operatsiyaga o'z rozichiligimni berdim. Yuragimni ochganda yana bir nuqson, klapani yaxshi ishlamas ekan. Mana shu ikki operatsiyani shunday yaxshi qilib chiqdim doktorlar, meni yaxshi qilib chiqardi. 3 kun bo'lgan bo'lsa operatsiyadan chiqqanimga, mana bugun oyog'imga turib, shunday o'zim yaxshi sog'-salomat yaxshi bo'lib ketdim. Alisher aka Alimardonovich boshchiligidagi mana shu doktorxona nihoyatda zo'r ekan, baraka topsin. Qo'llari yengil, eng shirin so'z shifokorlardan biri ekan. Shu yerdagi barcha xodimlarga men o'z minnatdorchiligimni bildiraman.